suv o'tib turib, pastdagi etajlarni, devorlarini juda ham og'ir holatga olib kelib qo'yishi. Uyayotgan paytingizda terrasasi bor ekan deb olayotgan emotsiyangizni bittada yo'q qiladi. Birinchisi jalyuziga o'xshab ochilib yopiladi. Oynali variantda. Oynali tom ochilib yopiladigan mexanizm bo'ladi. Terrasa qurasiz yoki terrasali uy olasizda, bizning klimat sizga yiliga atigi bir nechta hafta foydalanishga imkon beradi. Issiq, yomg'ir, shamol har doim muammo bo'lib kelgan. Aslida terrasa sizga emotsiya berish kerak, bosh og'rig'i emas. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Abdurahmon. Tentartoz YouTube kanalida sizlar bilan birgalikda terrasa qurilishidagi asosiy muammolarni va ularga nima yechim bo'ladi, shularni birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Terrasa qurayotganda ko'pchilik qiladigan asosiy 3 ta muammo bor. Birinchisi terrasani faqat yoz uchun mo'ljallab turib qurish. Ikkinchi muammo terrasani agar izolyatsiyasi yaxshi bo'lmagan bo'lsa, ayniqsa sizlarni qishda bu muammo juda ham qiynaydi. Suv o'tib turib, pastdagi etajlarni, devorlarini juda ham og'ir holatga olib kelib qo'yishi. Uchinchi muammo bundan ham qiziq. Bu aslida ikkinchini bartaraf qilish uchun qilingan ish bo'ladi. Lekin bu sizni boshida uyayotgan paytingizda terrasasi bor ekan deb olayotgan emotsiyangizni bittada yo'q qiladi. Bu hamma bosh og'riqlarga 3 ta juda ham chiroyli yechim bor. Birinchisi bioklimatik pergola. Bu to'liq alyuminiydan bo'ladi. 2 xil etapda ochilib yopiladigan bo'ladi. Birinchisi jalyuziga o'xshab ochilib yopiladi. Ikkinchisi boshidan oxirigacha ochilib yopiladi. Ikkinchisi xuddi shunaqa vazifa jihatdan bir xil bo'lgan tentli pergola mexanizmi bor. Bunda ham chirog'i, sliv, stoyka hamma narsasi o'zida. Qishin yozin turaveradi. Uchinchisi xuddi shunaqa ochilib yopiladigan faqat oynali variantda. Ya'ni oynali tom ochilib yopiladigan mexanizm bo'ladi. Terrasa qiladigan narsa bu uni atmosferasi. Tepada sanalgan uchala mexanizm ham sizga bu atmosferani yo'qotib qo'ymasligingizda juda ham katta yordam beradi, chunki unda ochilib yopiladi. Bizlarni keyingi sonlarda bu mexanizmlar haqida batafsil ma'lumot, ularning afzalliklari, eng qiziq joyi, narxlari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Videolarni o'tkazib olmaslik uchun YouTube'ga podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizda ham terrasa bormi va sizga mana shu 3 ta variantdan qaysi biri ko'proq yoqdi? Kommentariyada fikringizni qoldiring.